Ko'pchilik ayollar bir savolni juda ko'p beradi. Nega erkak birdan sovib ketadi? Boshlanishida hammasi yaxshi edi, yozardi, qo'ng'iroq qilardi, e'tibor berardi, vaqt ajratardi. Lekin u asta-sekin o'zgardi. Bugun erkaklar sovib ketishining 3 ta asosiy sababini gaplashamiz. Avvalo bir narsani aytish kerak. Har bir inson har xil, har bir munosabat ham o'ziga xos. Lekin hayotda ko'p kuzatiladigan umumiy sabablar bor. Ko'p erkaklar aynan shu sabablar tufayli asta-sekin soviy boshlaydi. Men psixolog emasman, lekin bu mavzuni o'rganib, tajribalarim va mutaxassislarning fikrlarini siz bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi sabab hurmatning yo'qolishi. Bu holat afsuski ayniqsa bizning jamiyatimizda hozirda juda keng tarqalib bormoqda. Ko'p erkaklar uchun munosabatdagi eng muhim narsa bu hurmat hisoblanadi. Agar erkak o'zini qadrlanmagan yoki hurmat qilinmagan deb his qilsa, u asta-sekin uzoqlasha boshlaydi. Masalan, erkak biror bir ish qiladi, harakat qiladi, lekin uning harakatlari qadrlanmaydi yoki doim tanqid qilinadi. Shunday vaziyatda erkak ichidan o'ylaydi: men nima qilsam ham baribir yetarli emas. Natijada u asta-sekin soviy boshlaydi. Ikkinchi sabab munosabatni bosimga aylanishi. Munosabatlar boshida odatda hamma narsa oson bo'ladi. Lekin vaqt o'tib munosabatlar ba'zan bosimga ham aylanishi mumkin. Masalan, doimiy janjallar, doimiy talablar yoki doimiy nazorat. Erkak o'zini erkin his qilmasa, u asta-sekin chekinishni boshlaydi. Erkak kishi uchun eng yaxshi munosabat bu tinchlik topadigan joyining bo'lishidir. Kamsitiladigan yoki hisob talab qilinadigan makon emas. Agar u yerda faqat muammo bo'lsa, erkak uzoqlashadi. Uchinchi sabab, erkak o'zini kerakli his qilmaydi. Ko'p erkaklar uchun juda muhim narsa bor. Bu kerakli bo'lish hissi. Erkak o'zini foydali his qilsa, u ko'proq harakat qiladi. Lekin agar u o'zini keraksiz deb his qilsa, uning motivatsiyasi kamayadi. Masalan, erkak yordam bermoqchi bo'ladi, lekin unga imkon berilmaydi yoki uning fikri umuman hisobga olinmaydi. Bunday vaziyatda erkak asta-sekin hissiy jihatdan uzoqlasha boshlaydi. Hayotiy misollarni oladigan bo'lsak, ko'p erkaklar shunday vaziyatni aytadi. Boshlanishida hammasi joyida bo'ladi, lekin vaqt o'tib janjallar ko'payadi, tanqid ko'payadi, bosim kuchayadi. Shunda erkak ichidan charchay boshlaydi va ko'pincha bu charchoq sovish sifatida ko'rinadi. Bular erkak kishining birdan sovib ketishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan 3 tasi edi. Bundan tashqari ham bir qancha asoslar mavjud bo'lib, ulardan biri qo'rquv va mas'uliyatdan qochish hisoblanadi. Ya'ni, ayrim erkaklar munosabatlarning chuqurlashishi bilan mas'uliyatdan qochishadi. Ular o'z erkinligini yo'qotishdan, yuraklarini ochib berishdan qo'rqishadi. Bu ayniqsa oldingi tajribalari yomon bo'lgan erkaklarda ko'proq uchraydi. Psixologik nuqtai nazardan qaralsa, inson miyasi xavfni sezganda u himoya mexanizmlarini ishga tushiradi. Erkaklar uchun bu mexanizm sovib ketish yoki masofani saqlash bo'lishi mumkin. Agar erkak oldin aldangan bo'lsa, u yangi munosabatda ham xuddi shunday natija kelishidan qo'rqishi mumkin. Yana bir sabab sevgi gormonlarining ta'siridir. Dopamin va oksitotsin. Munosabatlarning boshida miyamiz dopamin, ya'ni quvonch gormoni hamda oksitotsin, sevgi gormonini ishlab chiqaradi. Bu gormonlar insonga quvonch va ehtiros hissini beradi. Bu gormonlarning ta'siri odatda 3-6 oydan keyin kamayishni boshlaydi. Shuning uchun munosabatlarning shirin davri o'tgach, erkakning munosabati sovib ketishi mumkin. Qiyosan olib qaralsa, bu yangi telefonni sotib olganda his qilinadigan quvonchga o'xshaydi. Dastlab uni juda yoqtirasiz, lekin vaqt o'tishi bilan bu his sovib boradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aksariyat erkaklar uchun munosabatlarda shu 3 ta narsa juda muhim. Hurmat, tinchlik va o'zini kerakli his qilish. Agar bu narsalar bo'lsa, erkaklar odatda sovmaydi. Sizning fikringiz qanday? Erkaklar nega soviydi deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.